2 oy burun artritdan boshlangan. Shu kasalligim poliartritga o'tdi. Chun dori ichish tartibini bajarmasdan oshqozonimni ham juda yallig'lantirib qo'ydim. Unga davolandim. Lekin bularni tabiiy dorilari bilan hozir hamma kasalliklarni yengib 70-80% yaxshi natijalarga erishdim deb o'ylayman. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekistonda yagona bo'lgan Doktor Ali Mehriyo kompaniyasi xodimlari. Men Andijon viloyati Qorasuv shahridan shu joyga kelib, davolanishlarim natijasida Doktor Ali choylarini, balzamlarini, surtmalarini, ichiladigan siroplarini ichib, tabiiy dori bilan sog'ligimdagi o'zgarishlar ancha yaxshi natijalarga yetib keldi. Shu sababli mana bugun yana shu dargohga kelib, shu dargohda xizmat qilayotgan o'g'il qizlarimizni oldida yana bir sira mana shu dori-darmonni olish uchun keldim. Meni asosiy kasalligim 22 oy burun artritdan boshlangan. Shu kasalligim poliartritga o'tdi. Orada men 68 yoshimgacha shu doktorga ishim tushmagani uchun dori ichish tartibini bajarmasdan oshqozonimni ham juda yallig'lantirib qo'ydim. Unga davolandim. Lekin bularni tabiiy dorilari bilan hozir hamma kasalliklarni yengib 70-80% yaxshi natijalarga erishdim deb o'ylayman. Qolganini ham davolab shu bolalarim sababli Xudo xolasa yana hammani bag'riga qaytib yaxshi bo'lib ketaman degan umiddaman. Hammasiga kattadan katta rahmat.